Vashingtonda bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo va Amerika Qo'shma Shtatlari yetakchilarining C5+1 formatidagi sammiti mintaqa davlatlari bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi strategik muloqotning yangi bosqichini boshlab berdi. Sammitda prezidentimiz har doimgidek faol, pragmatik siyosat yurg'izib, mintaqaviy hamkorlikni chuqurlashtirish, iqtisodiy va ekologik barqarorlikni ta'minlash masalalarida bir qator muhim tashabbuslarni ilgari surdilar. Shu o'rinda alohida urg'ulamoqchiman, AQSh va O'zbekistonning munosabatlari o'zaro teng manfaatlar asosida jadal rivojlanib borayotganligini ta'kidlab o'tishimiz kerak. Mana birgina misol, so'nggi 8 yil ichida AQSh bilan tovar ayirboshlash 4 barobarga oshgan. Bugun bizda AQShning 300 dan ortiq kompaniyalari muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. AQSh ishbilarmonlari, tadbirkorlari bilan o'tkazgan kechaki uchrashuvda ham davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan energetika, logistika, tog' sanoati, qishloq xo'jaligi, raqamli texnologiyalar va hokazo sohalarda 35 milliard dollardan ortiq tarixiy bitimlar imzolandi. Xulosa sifatida aytadigan bo'lsak, Vashingtondagi C5+1 sammiti Markaziy Osiyo va AQSh munosabatlaridagi yangi sahifani ochdi. Prezidentimizning tashabbuslari mintaqada barqaror rivojlanish, ekologiya va suv xavfsizligi hamda zamonaviy qishloq xo'jaligini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, O'zbekistonning xalqaro darajadagi nufuzini yanada oshirdi.